Voy, siz hali ham o'tiribsizmi? Ish tugagan qachon edi? Ketmaysizmi? Yuring ketdik. Yo'q, ketmoqchi edim. Ko'chada reyd bo'layotgan ekan, shuning uchun tezroq ketaman. Hamma hujjatlaringiz joyida bo'lsa, reyddan nimaga qo'rqasiz? Yo'q, hujjatlarim joyidalikka joyida, lekin anaqa bankdan kredit olgandim. O'sha Tesla mashinamni garajga qo'yib qo'ygandim. Shundan cho'chiyapman. Gap bu yoqda ekanda. O'zingiz ishni pachava qilgan ekansizda. Qarzdan faqat to'lab qutulish mumkin. O'tiravering bo'lmasam, ishxonada bekinib. Davlat tashkilotidan rasmiylashtirilgan kredit sabab 178 million so'mdan ortiqroq qarzdor bo'lib qolgan fuqaro kredit undiruvchilardan qancha berkinsa ham baribir foydasi bo'lmadi. Chunki vaqtida qaytarilmagan mablag' tufayli bo'lib o'tgan sud jarayonlarida aynan o'sha Tesla avtomobilini xatlash bo'yicha qaror chiqib bo'lgan edi. Qarzdor albatta o'z ixtiyori bilan mashinasini olib kelib topshirgani yo'q, Majburiy ijro byurosiga ushbu avtotransport vositasiga nisbatan qidiruv e'lon qilishga to'g'ri keldi va u harakatda bo'lgan jarayonda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan to'xtatilib, maxsus reyd tadbirlari davomida ushlanib, jarima maydonchasiga qo'yilgan. Endilikda ushbu avtotransport vositasini narxlash hamda auksion savdolariga qo'yish jarayoni ketmoqda va o'z navbatida auksiondan tushgan pul mablag'lari qarzdorlikni qoplash uchun qaratiladi. Qarzdan qutulishning yo'li qochish bilan emas, aksincha uni qaytarish bilan hal etiladi. Aks holda o'sha to'lanmagan qarzdorlik o'zi bilan qo'shimcha xarajatlar va tashvishlarni olib keladi. Shu bois avvalo qarz olmang, olsangiz ham uni vaqtida qaytarishni odat qiling.